Qolaversa har doim Nodir akaga qarab borasiz. Kerak, yonimizga kerak. Qarshi chop qo'yinglar Nodir akamga. 1-2 yil, 3 yildan beri qayerga borsa nima qilsa shu aka mana shu istallikka olib mana dunyoda hamma YouTube'ga kirsalaring ham shu jonli ijro jangchilari deb yozasizlar chiqaveradi. Shu akamning mehnatlari. Bu akamga nima zaril deymiz? O'zi aslida bir hech qanaqangi bir manfaat topmaydilar, lekin o'zlari bizni yaxshi ko'rib, bizga shunchalik podдержка qilib yaxshilar qiladilar. Akamga rahmat. Xudo xolasa yaxshi kunlaringda, to'ylaringda shu akam bilan borib xizmat qilaylik. Ayollarga mana 2 doim borlar, erkaklarga Nodir akam borlar. Aralash to'ylarga ikkovlari ham borishaveradi. Nomerlar yozib qo'yamiz, reklama ham ketyapti ichida. Endi yangi yil bilan Nodir akam bizni tabriklab qo'yasiz. Assalomu alaykum hammaga. Xudo xolasa 2026-yil hammaga barakatli bo'lsin. To'ylar to'xtamasdan hammaning sog' bo'linglar, oqibatlarimiz xayrli bo'lsin. Keyingi yillarga bundan ortgan yillar qilish nasib qilsin. Hammaga sizga xudo bo'lsin. Har doim mana shunaqa. Siz keldingiz, kelmangiz keldi. Bilmaymi, boshlanmay o'tirdik. Kamerada bas o'zlarida, qarshi cholamiz Ahmadjonga. Rahmat. O'sha olma kontaktlaganda Nodirga keling. Endi bitta narsani gapirib o'tib ketdim. TikTokerlar bo'lsa, TikTokga kirib magnat studiyasilarga mana shu bizni erinmasdan videolarimizni shu TikTokga joylab, Instagramga joylab, shu biz uchun harakat qilayotgan shu Rahmat aka, boringizga shukr. O'zi magnat studiyasi o'ynadi, studiya shu o'quvda yaxshi to'ylarga kiradigan studiya bo'ladi. Lekin erinmasdan biz mana shu nimalarimizni kechasi bilan uxlamasdan montajlar bilaman. Shu kechasi keyin shu TikTokga joylaydi. Nodir aka, men video yangi ashula qilaman, shuni TikTokga qo'yib bering desam, erinmasdan bo'ldi ukajonim deb turib qo'yib beradigan inson boringizga shukr. Otam bilan baxtli bo'ling. Iloyim yaxshi kunlaringizda xizmatda bo'ling. Rahmat. Endi bu yerda